35-misolimizda Sardor yarim doiradan konus yasadi. Demak, bizda yarim doira bo'ladigan bo'lsa, hop. Mana bu uzr. Hop, yarim doira bo'ladigan bo'lsa, mana shu yarim doiradan konus yasalgan. Konus yasash shu demak, mana u radius bo'ladigan bo'lsa, bu ham radiusga teng, to'g'rimi? Mana shu radiuslarni birlashtirib konus yasalgan. Demak, konus chizib olamiz. Hop, mana shu konusimiz, demak, mana shu yarim doiradan nima qilingan ekan, yasalgan ekan. Hop, endi e'tibor beramiz. Hop, buni yarim doira bo'ladigan bo'lsa, uni uzunligi pi r ga to'g'ri keladi. 2 pi r ning yarmi pi r ga to'g'ri keladi va bu pi rimiz buklangan holatda mana u yangi hosil bo'lgan konusning asosining uzunligiga to'g'ri keladi. Demak, bu asosining radiusini r deydigan bo'lsam, uzunligi nima bo'ladi? 2 pi r bo'ladi, to'g'rimi? 2 pi r bo'ladi va mana shu ifodamiz yuqori ifodaning pi r ga teng bo'lar ekan. Bundan r ni qiymati topib oladigan bo'lsam, r taqsim 2 degan ifoda hosil bo'ladi. Endi mana bu yuqoridagi rimiz bizda yangi konusni yasovchisiga to'g'ri keladi, ya'ni kishini yerga mos keladi. Yaxshi, nima ish qilamiz? Biz endi balandlik tushirib olamiz. Hop, balandlik tushiradigan bo'lsam, hop, buni jo'natdim. Bu rimiz r taqsim 2 ga teng. Endi qaraymiz. Mana burchagi nimaga teng bo'ladi? Qarama-qarshi katetamiz gipotenuzani yarmiga teng bo'lgani uchun bu 30 gradusga mos kelib qoladi. Endi buni balandlik topadigan bo'lsak, h ning qiymati ilzosda 3r taqsim 2 degan ifoda hosil bo'ladi. Hop, ilzos 3r taqsim 2. Yaxshi, endi nima ish qilamiz? Endi bizda konusning hajmi berilgan 3 pi, shunga to'g'rilaymiz. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan s asos ko'paygan h barobar 3 pi ga teng. Bundan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan pi katta r kvadrat ko'paygan h barobar 3 pi bo'ladimi? Endi uni qo'yamiz. 1 taqsim 3 tarafga ko'paytirib olsam, pi la qisqar ketadi. Shunda r o'rniga r taqsim 2 ni qo'yganimda r kvadrat taqsim 4 ko'paygan h o'rniga ilzosda 3r taqsim 2 barobar 9 ga teng. Bundan r kub barobar, hop, 3 bilan 9 saradigan bo'lsa, bu ilzosda 27 degani ko'paytirilgan. Hop, 4 ga 2 8 bo'lib qoladi va bundan r ning qiymati 2 ilzosda 3 degan qiymat kelib chiqadi. Bu yuqorida ifodamizning nimasi? Radiusi. Endi bizga katta radius kerak. Katta radiusimiz qiymati esa shuni yarmiga, ya'ni ilzosda 3 ga teng bo'lib qoladi. Hop, ana endi bizning so'ratgan ifoda konusning to'la sirtini so'rayapti. To'la sirtini topish uchun demak, yon sirtiga, s yonga qo'shishimiz kerak s asosni. S yon sirtda 1 taqsim 2 alfa ko'paygan r kvadrat formulasi orqali topiladi. Demak, bundan foydalansak, 1 taqsim 2 ko'paygan alfamiz qiymati общийsi bu 30 gradus bo'lsa, bu ham 30 gradus, demak 60 gradus, ya'ni pi taqsim 3. Ko'paygan r kvadrat ilzos 3 kvadratda 3 ga teng. Qo'shaman, asosini yuzasi pi r kvadrat. Pi r kvadrat. Demak, shundan foydalanamiz. Xo'p, bunda, hop, mana o'chirib bo'laveradi. Hop, bunda barobar pi taqsim 2 qo'shilgan pi ko'paytirilgan 3. Demak, xo'sh. Hop, bu yerda ozgina adashib ketib qoldim. Buni o'chiramiz. Hop, s yon sirtining formulasi pi r l degan formula edi. Xo'sh, qo'shilgan asosi esa pi r kvadrat. Hop, shundan foydalanamiz. Demak, bunda pi ko'paytirilgan, ilzosda 3 ko'paytirilgan 2 ilzosda 3 qo'shilgan pi ko'paytirilgan ilzos 3 ning kvadrat. Bundan hop 6 pi plisan 3 pi qiymati esa 9 pi ekanligi ma'lum bo'lyaptimi? Demak, 9 pi degan javobimiz bizda D variantiga to'g'ri kelar ekan.